Selam dostlar, Qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Bugun biz Tataristonning xalq shoiri Fanis Yarulin muzeyida. Muzey Qozon shahari Yangi rayonining 103 Rus-Tatar maktabida o'rnashgan. Muzey shoir o'zi eson chog'ida ochila, ham bugungi kunda birida 500 dan ortiq eksponat saqlanadi. Tataristonning xalq shoiri Fanis Yarulin 1938-yilning 9-fevralida Bovli rayoni Qizil Yar ovulida tug'ildi. Demak, tezdan shoirning tug'an kuni Shulunglaydan maktab respublika ko'lam konferensiyaga hazırlana. Enkasine qishqirdi u, "Uyga kirishga. Sening orqada bugun men birla oldim darsda. Nishig olay?" deb so'radi. Enkasi begaptirab, "Mendan so'ng menim uy ishim ishlab qo'ysang yaxshiroq." Fanis Yarulin tug'an ovulida maktabda o'qiydi. 1957-yilni ona armiya saflarına xizmatga olalar. Armiyada Fanis Yarulin sport bilan mavg'a, ham sport ko'nikularini yasaganda u umurtqa suyagina ziyon keltiradi, ham g'umurga yuri olmas holda o'rin ustida qoladi. Shoirning har kuni kurashga o'giriladi. Uzoq yillar o'rin ustida yotuvuna qaramasdan Fanis Yarulin bilim darajasini ko'taradi. Ham Qozon davlat universitetining tarix filologiya fakultetini tamomlaydi. O'rin ustida yotib turuvuna qaramasdan Fanis Yarulin asarlar yoza boshlaydi. Do'stlar, siz yozuvchining Jilkanlar jilda sanaladi degan avtobiografik povestini o'qiganingiz bormi? O'qirga kengash etaman. Fanis Yarulin studentlar, o'quvchilar, bolalar bilan oralasha turgan bo'lgan, kishilarni bek yaratgan. Turmush yurtdoshi Nursiya opa Fanis Yarulinning umri bo'yina tiragi, yordamchisi bo'la. Nursiya opa turunda u minutlik botirlikni balki har yo'larda ishlay olirdir. Umrlik botirlikni har kim qila olarmi? Nursiya eson bo'lsa, menda yasharman deydi. Muzeyda shoirning shaxsiy ayblari saqlanadi. Mana bu lampa o'ti ostida shoir ko'pmi she'r yozgan ekan. Fanis Yarulinning yaratgan shin oyog'ida birida tubatayi, bosuv mashinkasi. Mana bu ko'lmak Fanis Yarulinning tanjisin bugunda saqlay kibik. Ko'rlikli shoir, yozuvchi, prozaik, dramaturg Fanis Yarulin 2011-yilda vafot bo'ldi. Do'stlar, ko'z oldingizga keltirgizali, adib 50 yildan ortiq o'rin ustida yotgan, ham bir kunda tik turmagan ijod etgan. Onun asarlarini bugunda yaratib o'qinglar. Do'stlar, sizga da Fanis Yarulinning turmush yo'li ham ijodi bilan tanishirga kengash etaman. Bugunga sizning bilan sog' bo'lasham. Tug'an yoq tarixini o'rganigiz, buyuk shaxslarimizni biligiz. Sog' bo'linglar.